Salom hammaga. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzumiz Adobe Photoshopda rang, qatlam, filtrlar, animatsiya haqida bo'ladi. Rejamiz: birinchi reja Adobe Photoshop qanday dastur? Ikkinchi rejamiz Adobe Photoshopda ranglar bilan ishlash. Uchinchi rejamiz Adobe Photoshopda animatsiyalardan foydalanish. Adobe Photoshop bu rasmda kontentni tahrirlash, dizayn qilish va yaratish uchun ishlatiladigan professional dastur. U Adobe kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va grafik dizayn, fotosurat retushi, web dizayn, 3D modellashtirish va hatto animatsiya sohalarida keng qo'llaniladi. Photoshopning asosiy imkoniyatlari: rasmlarni tahrirlash, sifatni yaxshilash, ranglar, yorqinlik, kontrast, dog'lar, chiziqlar, nuqsonlarni olib tashlash, fondagi obyektlarni ajratish, masalan, orqa fonni o'chirish, dizayn yaratish, logotiplar, bannerlar, reklama materiallari, qo'llanmalar, kitob muqovalari, ijtimoiy tarmoq postlari, grafik va illyustratsiyalar, qo'lda chizilgan rasmlarni raqamli ko'rinishga keltirish, vektor grafika bilan ishlash, masalan, SVG formatda eksport qilish, 3D va animatsiya, oddiy 3D model yaratish, GIF animatsiyalarini tayyorlash. Photoshopda ishlatiladigan formatlar: PSD Photoshopning asosiy formati qatlamlarni saqlaydi. JPG, PNG yakuniy rasmlar uchun qo'llaniladi. TIFF yuqori sifatli chop etish uchun, GIF esa animatsiyalar uchun va boshqalar. Photoshopda ranglar bilan ishlash: bu har qanday dizayn, fotoretushi yoki rasm chizish jarayonining asosiy qismi. Quyida ranglar bilan ishlashning barcha aspektlari batafsil bayon etilgan. Ranglar tanlash usullari: foreground, background ranglari, alt fon rangi, brush text uchun tool paneldagi yuqori kvadrat, orqa fon rangi eraser bilan ishlaganda quyi kvadrat. D standart qora oq va ranglar. X oldi va orqa ranglarni almashtirish. Professional maslahatlar: dizayn uchun RGB, bosma uchun CMYK ishlating. HEX kodlari yaxshi eslab qoling. Pantone ranglarini professional bosma uchun ishlating. Gradientlarda noise qo'shib tabbiyroq ko'rinishga yarating. Adjustment layers'dan foydalaning. Bu non-destructive editing. Photoshopda animatsiyalar yaratish. Photoshop grafik muharriri nafaqat rasmlarni qayta ishlashga, balki ularni asosida animatsiyalar yaratishga ham imkon beradi. Buning uchun Photoshopda animatsiya deb nomlangan maxsus panel mavjud. Animatsiya ustida ishlashni boshlash uchun yangi hujjat yarating va animatsiya panelini oching. Kadrlar bo'yicha animatsiya rejimiga o'ting. Bu panel sozlamalarida tegishli variant tanlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Photoshop animatsiya. Photoshopda animatsiya prinsipi shundan iboratki, dastur hujjatning alohida qatlamlarini ko'rinadigan yoki ko'rinmas holga keltiradi. Masalan, chapdan o'ngga qarab harakatlanayotgan to'pni jonlantirish uchun siz bir necha qavatlarni yaratishingiz kerak bo'ladi. Ularning har birida to'p harakat yo'nalishi bo'yicha biroz siljiydi. Har bir kadrda ushbu qatlamlar faqat bittasi ko'rinadi. Shuning uchun animatsiya o'ynaganda u harakatlanayotgandek ko'rinadi. Animatsiya uchun fon yaratish uchun siz yangi qatlam yaratishingiz kerak. U qolgan qatlamlar ostida joylashgan bo'ladi. U har doim ko'rinadigan bo'lishi kerak. Shuning uchun barcha animatsion ramkalarni tanlashingiz va qatlamlar panelidagi ko'z belgisini bosishingiz kerak va bu har bir freymda ko'rinadigan bo'ladi. Fonda farqli o'raloq, obyekt yoki obyekt yoki belgi animatsiyaning alohida bosqichlarini ifodalovchi qatlamlar faqat har bir kadrda ko'rinishi kerak. Shaxsiy ramkalar bilan ishlash: shaxsiy animatsion kadrlarni tahlilllash mumkin. Ulardek obyektlarning holatini o'zgartirish, qatlam shaffofligini oshirish yoki kamaytirish, aralashtirish rejimi va uslublarni o'zgartirish. E'tiboringiz uchun rahmat.